Dashtlar jim edi. Faqat shamol ovozi esardi. Lekin uzoqlarda bir chavandoz kelardi. U oddiy inson emas edi. Uning nomi asrlarni titratardi. Muhammad Shayboniyxon. Yoshligidan hayot unga yengil bo'lmadi. Qabilalar tarqalgan yurt parcha-parcha edi. Ammo uning yuragida bitta olov yonardi. Turonni birlashtirish. Tunlar yulduzlarga qarab qasam ichardi. Bir kun kelib buyuk davlat quraman. Yillar o'tib u ot minishni mukammal o'rgandi. Qilichni shamolday tez ishlatardi. Atrofida sodiq jangchilar yig'ila boshladi. Dashtlarda uning nomi tarqaldi. Dushmanlar qo'rqardi. Do'stlari esa unga ergashardi. Har bir yurish yangi g'alaba edi. Bir kuni uning nigohi Samarqandga tushdi. Buyuk Amir Temur shahri. Shahar devorlari baland edi. Lekin Shayboniyxonning irodasi undan ham baland edi. Jang boshlandi. Otlar tuproqni titratdi. Qilichlar chaqnadi. Osmonni jang hayqiriqlari qopladi. Va nihoyat Samarqand darvozalari ochildi. Shayboniyxon dashtlarning sher o'g'loni, Farov nahrini birlashtirgan hukmdor. Tarixda qolgan nom Shayboniyxon. Lekin hali oldinda katta sinov bor edi. Temur avlodi Bobur, ikki buyuk sarkarda, ikki ulkan orzu, bitta taxt uchun kurash. Janglar uzoq davom etdi. Ba'zan g'alaba, ba'zan yo'qotish. Ammo Shayboniyxon hech qachon ortga chekinmadi. Oxiri Bobur Hind sari ketdi va tarix yangi yo'lga burildi. Endi basta yili Marv, osmon qorong'i edi. Havo urush hidiga to'lgandi. Safaviy qo'shinlari yaqinlashardi. Oldinda esa Shoh Ismoil turardi. Bu oddiy jang emas edi. Bu taqdir jangi edi. Shayboniyxon qilichini osmonga ko'tardi. Biz taslim bo'lmaymiz. Jang boshlandi. Jang on, qichqiriqlar va bir lahza buyuk sarkarda yiqildi. Ammo uning nomi yiqilmadi. Asrlar o'tdi, saltanatlar qulab tushdi. Lekin tarix hali ham uning nomini eslaydi. Dasht shamollari hali ham pichirlaydi. Shayboniyxon u faqat hukmdor emas edi. U butun bir davr edi.